Dinni kimdan olamiz? Qarang, javob shunday. Biz guvohlik orqali olamiz. Muammo shundaki, biz dinni har kimdan olib adashib qoldik. Qarang, biz har kimdan olmaymiz. Biz guvohlik orqali olamiz. Keling, guvohlikni, rivoyatlarni hammasini chetga qo'yamiz. Faqat faktni olaylik. Hamma diqqat bilan tinglasin, hatto muxoliflar ham. Qarang, keling, Buxoriy, Muslim va boshqalarni ham chetga chiqardik deylik. Bugun bizda taxminan 3000 ta hadis bor. Qolganlarini biz mezonlarimizga ko'ra guvohliksiz qabul qilmaymiz. Yaxshi, fakt shuki, bizda Qur'on va 3000 hadis bor. Bugun biz aytamizki, mana shu asl islom bizning jamoatda. Biz sufiylar yoki boshqalar uchun javob bermaymiz. Odamlar hadislarni o'ylab topgan, sunnatlar ham to'qigan, shiyalar ham, boshqalar ham. Masalan, Abu Hanifa haqida haddan tashqari madh qiluvchi hadislar bor. To'qima, Ali haqida ilm shahri hadisning ham soxta rivoyatlari bor. Shiyalar to'qigan, boshqalar ham. Yaxshi, bularning hammasini chiqarib tashlaymiz. Javob shunday. Biz guvohlik orqali olamiz. Chunki guvohlik yo'q. Biz hech kim uchun javob bermaymiz. Na shiyalar, na sufiylar va hokazo. Buxoriyni ochamiz, unda zaif hadis yo'q. Muslimni ochamiz, unda ham yo'q. Bu ikkisida takrorlar bilan 15 mingga yaqin hadis bor. Lekin aslida takrorlarni olib tashlasak, taxminan 2000 dan sal ko'proq. Yana boshqa kitoblardan qo'shimcha hadislar olib, jami 3000 ga yetdi. Masalan, Musnad Ahmadda 27 ming hadis bor, lekin aslida o'sha 3000 hadis aylanib yuradi. Ibn Abi Shaybada ham xuddi shunday. Demak, fakt, bizda Qur'on va 3000 hadis bor. Shulardan bittasini ko'rsatingchi, Qur'onga zid bo'lsa, yo'q. Ajratadigan bo'lsa, yo'q. Muammo tug'diradigan bo'lsa, yo'q. Demak, muammo bizda emas, muammo boshqalarda, har kimdan oladiganlarda. Yana qarang, shiyalarda din payg'ambardan keyingi voqealarga qurilgan. Ular tarixni din qilib olgan. Qur'on esa deydi, Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Bugun diningizni mukammal qildim." Demak, keyin qo'shilgan narsalar din emas. Kim kimni o'ldirdi, kim qayerda edi, bu din emas, bu tarix. Biz uchun bu muhim emas. Bizda din, Qur'on va 3000 hadis. Shu bilan kifoya. Kimda yana hadis bo'lsa, guvohlik bilan keltirsin, qabul qilamiz. Agar bu 3000 ichida muammo bo'lsa, ko'rsating, chiqaramiz. Aks holda muammo yo'q. Shunday ekan, qayerga qo'shilishni tushunish qiyin emas.